Hello YouTube do'stlar, obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Chiko do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, ishlaringlar bo'lyaptimi? Xulosan do'stlar, obunachilar, bizning bugungi Minecraft videomizda lekin biz mana shunaqangi mega bloklarda survival qilib tirik qolishimiz kerak do'stlar, obunachilar. Videomiz boshlanmasdan oldin bittadan like va obuna tugmasini bosish esdan chiqmasin. Do'stlar, obunachilar, biza tezroq 300 ta obunachiga erishishimiz kerak. Tilimiz ham chiqib ketyapti. Anchadan beri video olmaganim uchun do'stlar, obunachilar, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'linglar. Endi biz videoni boshlaymiz. Ushbu bloklarni mana pastda sunduq bor. Bu sunduqda esa mana daraxtlarni turi ham bor ekan. 6 ta. Bular to'planmayapti. Bizga mana shu 6 ta. Mana buni ham olamiz. Nega bular to'planmayapti? Mana shu daraxtlar hozir bizga yetadi. Bularni hozir tepaga tezroq ekishimiz kerak. Yuguramiz, tepaga chiqamiz tezroq. Do'stlar, obunachilar, like bosmaganlar like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq 300 ta bo'lishimiz kerak. Buni va mana buni ekamiz. Bu yerga va mana bu yerga. Va mana bu oxirsini esa mana bu yoqqa ekamiz. Mana bularni ham ekib qo'yaveramiz. Bu yoqqa va mana biz tozalik uchun jon kuydiramiz. Toza havo, tanga davo degan maqollar bor. Yana shu ketyapman. Oxirgisini mana shu yerga ekamiz va biz birinchi bo'lib boradigan blokimiz mana shu yog'och blokka boramiz. Buning uchun bizga hozir bir nechta loy bloklarini olamiz o'zimiz bilan. Bolalar, mana bizda hozir 24 ta daraxt bo'ldi va biz sekin astalik bilan mana shu blokka qarab qurib ketaveramiz. Shu bitta. O'shana tun ham tushyapti. Zombi va skeletlar mana spawn bo'lyapti. Tepada spawn bo'lmasdan oldin biz bir nechta yog'ochlar olib biroz survival qilib olishimiz kerak. Rivojlanib. Ikkita, hozir 3 ta yog'och bo'lsa, bitta tapor kirkaga bemalol yetadi. 3 ta, 4 ta bularni tezroq maydalab olamiz. Buni maydalaymiz. Bitta verstak va 4 ta cho'p, yana yetadi. Qo'yamiz va bitta kirka yasab olsak, menimcha yetadi va mana bitta qilich, taporni esa toshdan yasab olamiz. Yo'q, hozir bu yerdan biroz yog'och ham olish kerak. Mana daraxtimiz ham nur yetdi. Hozir verstakni o'zimiz bilan birgalikda olamiz. Va mana bu 4 talik daraxtlarni hammasini chopamiz. Mana endi mana. Bitta oldik. Va mana bu yerda ham bor ekan. Buni ham sindiramiz. Bunisi ham qolib ketmaydi. Mana bu yerda nima jullar bor ekan. Bularni ham sindirib kravat yasab olamiz. Mana bu yerga versakni qo'yib, bularni maydalaymiz. Va mana bitta yotoq. Va hozir bu yerda uxlab olamiz. Bed is too far away deb qo'yibdi. Nima bu yerlarda yo'qlab bo'lmayapti. Nimaligini bilmadim, lekin hozir biz uxlay olmaymiz ekan. Uxlab bo'lmayapti.
O'sha mayli, ana endi mana bularni sekin sindiraveramiz, mana yog'ochlarni. Tushib ketmasligimiz uchun o'tirib olamiz. Bularni hammasini ham sindiramiz. Hozircha bizga juda ham ko'p bloklar kerak, chunki biz bu yerdan keyin boshqa blokka ham o'tishimiz kerak. Bularni ham sindiramiz. Bu yerda bor barcha bloklarni hozir sindirib olishimiz kerak. 4 talik blok mana bu yerda. Bu yerda ham ikkita bor ekan. 1, 2 va mana bu yerda 3 ta. Bularni ham sindiramiz. Like bosmaganlar, like bosinglar, obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq 300 ta obunachiga erishishimiz kerak. Buni olamiz va mana buni ham olamiz va mana endi hozir bularni maydalab olsak. Menimcha mana bo'ladi. Ana endi hozir pastga tushamiz. Pastda ham qiziq narsalar bo'lishi mumkin. Buni sindiramiz. Yo'q, biroz buyog'roqdan tushamiz. Qo'limizga hozir blok olamizda. Skelet bor ekan, skelet. Endi o'talmaydi. Mana bu sundugida esa 4 ta qo'yning tuxumi. Ana endi hozir biz mana bu skeletni yo'q qilamiz. Boshqa qilichni olamizda va sekin turgan holatda sekin mo'ralaymiz. Yopirilibki. Baribir o'lib ketadi. Undan ko'ra kema qo'yavermaydimi? Ana o'ldi. Menimcha yo'q, yana bormi? Sekin qaraymiz. Yo'q, bu qayerdan keldi? Tushamiz, yo'q ekan. Hozir biz biroz o'zimizga ovqat ham olamiz. Yana ovqat. Va mana ovqatlar bor. Mana bunda esa baloy ham yo'q. Ana endi hozir mana bu yog'ochlarni chopib olamizda, so'ngra toshli blokka qarab yo'l olamiz. Bizga hozircha ko'proq bloklar kerak. Hali TNTli blokka yetib olsak bo'ldi, chunki u yerdan juda ham ko'p TNT olamiz. Agarda mana shu videoda 20 ta like bo'lsa, mana shu kartada barcha TNTlarni portlataman. Ana o'sha blogi bilan TNTlarni portlataman. Faqatgina mana shu videoga 20 dona like yig'ib berishinglar kerak. Tepaga chiqamizda va mana shu toshli blokka qarab yo'lga chiqamiz. Bizda hozir bitta yog'och qo'yib qolganiga loy va yog'och qo'yamiz tezroq. Tepada yo'q, skelet yo'q, bu yoqda ham yo'q, toza. Qo'yamiz blok. Yana bloklar. Meni ko'rmasin-da. Ana endi tezroq hozir toshlarni olishimiz kerak. What's up? Mana skelet yo'qmi? Ana skelet yo'q ekan. Ana endi bemalol pastga tushmasdan mana shu yerda biroz mining olamiz. 4 ta 5 ana 6 ta
hozir tushirib yuborardi. Xo'sh, bu yerdan keyin ana bu TNTga o'tishimiz kerak. Xo'sh, mana bu ko'mirlarni yo'q, bundan oldin biz verstak undan oldin esa birinchi uxlab olaylik. Bu bizning Minecraftdagi birinchi tunimiz. Yana kunduzi bo'ldi, yomg'irdan ham qutuldik va ana o'sha eng yoqimsiz tundan ham qutuldik. Bu yerga yana verstakni qo'yib, o'sha bitta toshli tapor, yana bir nechta cho'p va tapor, o'sha bitta kirka va bitta qilich yasamoqchi edim. Qilichga yetmas ekan, mayli. Qilichni endi yasaymiz. O'tilarda bitta lopata ham yasab olay. Xo'sh, mana bu qo'ylar hozircha bizga kerak emas. Tapor, o'sha kirka, bu mana bularni tepaga yopib qo'yaveramiz. Xo'sh, mana buni ham maydalab olamiz. Xo'sh, bundan 36 ta yo'q, 40 ta 75 ta blogimiz bor va mana bularni ham maydalab. Shunday ishim qilamizda. Yo'q, oldin baribir yana tosh qazishimiz kerak ekan. Kunduzida menimcha bu o'rimchilar bizga tegmaydi. Tushib ketmasam bo'ldi. Gillarda o'tirib yuramiz. O'rimchilar bizga kunduzi tegmaydi. O'tirgan holda sekin qaraymiz. Kelyapti. Kelganini qoqaman. Hozir mana shu yerga sakrasam, aniq o'lib ketaman. Lekin bular ham o'ladi. Shuning uchun oldin biz biroz bir nechta tosh qazib olamiz. 2 3 4 ta. Yana o'zi ham tushib ketdi. Verstak va mana bitta qilich va mana bitta lopatka. Mana bu bilan o'rnini almashtiramiz. Endi mana bularga hozir non ham yasab olay. Non mana 18 ta non chiqar ekan. Tezroq bularni ham yasab olamiz. Mana bo'ldi, lopatka ham yasadik. Yo'q, mana bu qo'limdagi bloklarni qo'yib qo'yay, biroz xalaqit beradi. Shuni ham qo'yamiz, mana buni ishlatib olamiz. Xo'sh, bizga hozir yotoq kerak emas. Hozir buni o'rni 4 ta, buniki 5 ta ekan. Ularni joylab chiqamiz. Menimcha bo'ldi. Ana endi mana bu blokka borib, ana bu joyda yog'ochlar ham o'sibdi, daraxtlar. Biroz loy olamiz. Mana bu yerdan qazib kavlaymiz. Bizga bloklar hali juda ham ko'p kerak bo'ladi. Qancha bo'lsa blokka olaveramiz. Blokni ko'p zarar emas. O'shani endi bu yerdan chiqishni ham mo'ljalga olib, yana kavlaymiz. Bolalar, agarda mana shu videoyimiz cho'zilib ketsa, ikkita qismga bo'lamiz, lekin biz mana shu mega bloklarning hamma blogiga chiqib ko'ramiz. O'tamiz va mining qilib kuchayib, ana endi bu
almazniy blokka o'tishimiz kerak. Shuni deyishim. Xo'sh, mana bizda loy bloklari bor. Dekni o'tirib olamizda, tap-tabat qo'yib ketaveramiz. Xo'sh, hozir biz temir bo'lsa temir olib, so'ngra almaz olib, almazni kiyimlar va qurol aslahalar yasab olamiz. Temir bo'lsa kerak mana bu. Biz ortga qaytamiz. Tak, hozir mana shu yerga bitta, ikkita blok. Yo, bular temir emas-ku. Bizni aldashdi. Balki temir bordir. Graviy. Yo, tushib ketmasam bo'ldi. O yo'q, bu yerda temirlar yo'q. Xo'sh, ana endi hozir qaysi blokda temir bor? Xo'sh, hozir biz bu yerdan tepaga chiqib olamiz. Xo'sh, temir endi hozir qaysi blokda bor ekan? Yo'q, bular temir emas. Xo'sh, temir esa mana bu tanadili blokda bo'lsa kerak. Sakrab tezroq borishimiz kerak. Eng muhimi yiqilib ketmasak bo'ldi. Yiqilsak, o'shancha hamma to'plagan narsalarimizga kuyamiz. Bu videoda kipinotlar o'chiq. O'lsak, barcha narsalarimiz kuyib ketadi. Yo'q. Opag'ani endi bu yerdan tepaga chiqib olamiz. Xo'sh, ana endi mana bu tanadili blokka qarab yo'l olamiz. Bitta, 2, 3, 4, 5. Bolalar, obunachilar, videoga bitta like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezroq 300 ta bo'lishimiz kerak. Agar 300 ta bo'lsam, o'zimning Telegram kanalimda konkurs boshlab beraman. Ana o'sha konkurs orqali sizlar pul yutib olishlaring mumkin. U pulni narxi albatta Telegram kanalimda aniqlanadi, necha pulligi. Shuning uchun sizlar like bosinglar va kanalimizga obuna bo'linglar. Qachon 300 ta obunachi erishsam, sizlar pul yutib olishlaring mumkin. Osona, bittadan obuna bo'lasizlar va pul yutib olasizlar. Ana temir bloki, mana ikkita temir blok va ana shunda. Bolalar, mana bu nima tanadilar, ovozini qaranglar. Prosta mazza. Ularni sinishi. Juda ham mazzaki, ular juda ham tez sinadi. Yo. Mana bizga bloklar. Shu mana bu yerga verstakni qo'yib, temirlarni maydalab olamiz va bitta dona kirka yasasak bo'ldi.
qolgani shart emas. Hozir almazniy blokka borib, almazdan kuchayamiz. Tak, mana bu tanalarni olib olsa, shu 1 yoki 2 stak yetadi. Bizga unchalik ham ko'p bloklar kerak emas. Mayli, 3 stak to'playmiz. Muhimi yiqilib ketmaslik. Tak, bularni hammasini ham olamiz. Tepadagilarni hammasini olamiz. Bola, buni qaranglar, esinishini. Ovozi juda ham mazaki, ularda tiysinganini. Hatto o'yin ham qotyapti. Tezligidan. Tak, ikkita sindirib, mana. Xo'sh, bizda bir nechta staklar TNT bo'ldi. Bir nechta stak TNT va mana shuni ham to'ldiramiz. Qo'lim chiqib qoladi harda. Bunaqangi bloklarni ko'rsam o'zimni tiyolmay qolaman. Sindiramiz. Sakrab o'tib, mana buni ham. Tak, mana bu yerda ham qolib ketibdi va ana endi hozir bitta uxlab olamiz va almazniy blokka o'tamiz. Karavot mana. Bu bizni Minecraftdagi ikkinchi tunimiz. Bolalar, agarda sizlarda ham har xil challenge'laring bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga yozib qoldirsalaring, men challenge'lar videosini ham olaman. Bolalar, cheko yetadi. Ularda mana shuni ham stack qo'yaylik. 43, 49, 50. 58, 59, 60, 62, 62, 63 mana bu bilan 63 va ana 64 ta. Ana bizga yetadi. Ana endi hozir almazniy blokka o'tamiz. Buna ko'ra mana shu yerdan tepaga qarab qazib qo'ysak, endi bu yerdan tepaga chiqamiz. Tak, chiq. Ana bo'ldi. Ana endi hozir biz o'zimizning loyli blokka o'tib va undan keyin esa almazniy blokka o'tamiz. Xo'sh, tezroq. O'rimchilar hozir bizga tegmaydi. Creeper. Mayli. Baribir creeper portlasa ham qo'ldan hech narsa kelmaydi. Sakrab tezroq boramiz. Va bizning birinchi almazimiz. Tak. Mana almazni ham bo'ldik. Mana ikkita almaz. 3 ta almaz blogimiz bor. Xo'sh, bunda hozir biz verstagimiz qani? Mana verstakni mana bu yerga qo'yamiz va mana endi almazdan kuchayamiz. Xo'sh, birinchi o'rinda almazniy qilich. Nima cho'pim tugadimi menimcha? Almazniy qilich, almazniy topor va almazniy kirka va ana endi sekin kiyinishni boshlaymiz. Bitta shton va bitta oyoq kiyim.
Mana buni qaranglar, mana buni. Va bittani shit ham yasab olamiz. Hamma narsadan ehtiyotkorlik uchun. Xo'sh, buni bu yoqqa almashtiramiz. Shuni bu bilan va mana bu ikkalasini almashtiramizda va ana endi hozir bizga nima kerak? Xo'sh, bizga hozircha bitta shlem yetmayapti va keyin bo'ladi. Shu yerlarda yana olmos bormikan? Yo'q, mana o'zimni ham tepamda bor ekan. Yo'q, tushib ketmasligim kerak. Xo'sh, bitta dona olmos yetadi. Olmosni blok. Xo'sh, mening verstagim mana. Va hozir buni ham olmosga aylantirib olamiz. Va mana bitta shlem. Menimcha ana bo'ldi. Mana full set bo'ldik. Xo'sh, ana endi biz qayoqqa borsak bo'ladi? Kelinglarda hozir biz Nether blogiga ham borib ko'ramiz. Mana bular ham shitdami? Hozir meni tushirib yuboradi-yu bular. Ot bunday yangi tekis. Ana bitta tekizdi. Ikkita. Shabkorlar. Qoch. O'z qo'limizga yog'lichimizni olamiz. Va mana bu non yeymiz. Jonimiz hozir oldinda to'lib olsin-da. Hozir jonimiz to'lib olsin, keyin ular bilan urushamiz. Jonimiz ham uncha sekin to'layapti. 2 dona xolos, 3 dona. 2,5 ta. Yo'q. Yana bitta dona. To'l endi. Odamdek ezvording. Yetadi endi, qani o'ch. 2 1. Var. Senmi menga tashlashib turgan? Shu sug'urib qoldingmi? Bo'ldimi? Mana buni qaranglar. Mana bu o'qlar qaranglar, menga otgan o'zi shitimizni joni o'zi yarim bo'lib qolibdi-yu. Mayli. Bizda hali beri temir bor. Xo'sh, mana bu shitni hozir qo'limdan olib qo'ysam. Mana buni olib, mana bu bilan almashtiramiz. Yo'q, yelkani bu yoqqa qo'yamiz. Mana bu ikkalasini almashtiramiz. Xo'sh, bu yerga bitta qo'yib, mana endi tepaga chiqamiz. 1 2 3. Va biz ana endi Nether olamiga o'tamiz. This. Tushib ketdim deb o'yladim. Bozor ortga qaytamiz, o'tirib sekin quraveramiz. Tushib ketdim deb o'yladim obunachilar. Bolalar, obunachilar, hozir biz mana shu Nether olamini ham bir ko'ramiz va videoni tugatamiz. Buni oldin aytib qo'yapman, chunki videoni birdaniga tugatib qo'ysam, bu nimaga tugatdi deb men tag'in kommentariyada negativ yozib tashlamanglar deb tugatib qo'ydim. Xo'sh, qaranglarmi? 1 2 1 2. Yo'q, mana bular kerak emas.
shunday qilamizda. Hop, ana bo'ldi. Tak, u yerga ham bitta va ikkita. Va mana bunisi tarafiga ham 2 3 1 2 3 qilamizda. Ana endi bu yerga kirib, ana Endermanda bir mazalan qochib tashlaymizda. Ana Enderman miya faqat tushib ket. Meni bularga olib qo'ydimi hali bu? Yo, endi jimchugimiz bor endi biza. Do'stlar, mana shu videoni ko'rganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan men Chiko bo'ldim. Va videoyam shu joyda tugaydi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Biz maqsadimizga почти erishdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoyimiz shu bilan yakunlandi.